Treninglarda o'zingizda qanaqa natijalar kuzatyapsiz? Poklanish juda ham yaxshi natijalarga erishyapman. Chunki menda oldin poklanish treningi boshlanishidan oldin o'zimda juda ham og'ir his qilardim. Miyamda informatsiyalar ko'p, qalbimda shunchalik, to'g'ri yolg'on gapirmayman, jiddiy gapiryapman. Shunchalik og'ir yurardim to'g'risi. Menga shahodat keldi, aytdiki 15 kun sizga poklanishni o'taman degandan keyin men ham qaror qabul qilib o'shanga o'zimga sharoit yaratdim. Lekin juda ham ajoyib o'zimdagi boyagi poklanishlarni, ziddiyatlarni, to'siqlarni, qalbimdagi negativlarni hammasini ko'rib, his qilgan holda boshimdan kechiryapman. To'kilyapti, chunki o'zim yengillashyapsiz. Ha, shu 15 kun ta'tilimni ichida 15 kun o'zimga yana ta'til berib, miyam maza qilib Uyqungizda o'zgarishlar bo'ldimi? Uxlolmay qoldim dedingiz. Uyqum juda ham zo'r. Unday negativ fikrlar bo'lmasa, g'azab bo'lmasa, nafrat bo'lmasa, solishtirish bo'lmasa, qo'rquv bo'lmasa, albatta inson kuchli inson o'zini kuchli his qilar ekanda. Men hozir shu 15 kun mobaynida juda ham erkinman, mazaman. Biron joylarga qochib ketgim kelardi. Men o'zimni qushday yengil his qilaman. To'g'ri, o'zimni qalbimdagi fikrimni aytaman. Rahmat Shahodatjon, bilimingizdan Alloh rozi bo'lsin. Menga Allohning bu bir xayri sizni uchratganim. Bu ilm nima tarqatyapsiz sizlar. Demak, bu ham bir nima deydi? Solih amallardan biri deb o'ylayman. Birovga mana ilmni berish ham bu bir amal. Qizg'onmaslik ham bir amal. Men yana bitta narsani aytaman, tarmoqli marketingdan men juda ham minnatdorligim. Men pedagogman, lekin men bir boshqa olamga kirganman. Inson o'zini anglash, tushunish, o'zini qalban his qilish, bu juda ham yaxshi natija deb o'ylayman. Xursandman. Hammaga omad tilayman, ishlaringizga omad. Tarmoqli marketing siz uchun omad yo'li. Men shuni istaman.